قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhtaram Müslüman qeyrindaşlarımız, g'alaba va nusratga erishishni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Lekin g'alaba nusratga erishishning sabablari, omillari va uning jarayonlarini qo'limizga keltirish, o'zimizni mujassamlashga tirishchanlik qilganligimizdan har birsimiz va har bir jamoat bo'libmi Uyg'ur musulmonlari o'zimizdan so'rashimiz kerak. Chunki bizning hozirgi davrimizdagi biz turayotgan mayli insoniy va mayli siyosiy, mayli ijtimoiy huquqlarimizda hech qanday bir kuch-quvvatga va g'alaba nusratga erishish qarta bira xush xabarga erisholmayotadigan mushundaq kunlarda biz Xitoy tajovuzchi zolim kofirlarning bizi qarta xalqimizni yo'qotish xarakterlik zo'ravonlik, pastlik qilgan mushu zulmga qarshi va o'zimizningki yer sharidagi mavjudiyati, chet eldagi muhojiratdagi o'zimizning dunyo va oxiratlik g'albisi va baxtsorati va mavjudiyati uchun cho'qim biz g'alaba nusratning sabablarini o'zimizda hozirlashimiz kerak qilishimiz. Bizga uyqu, g'aflat, bexudlik yarashmaydi qilishimiz. Chunki bizni Alloh subhanahu va taolo o'z izzati, o'z qudrati bilan o'yg'atdi. Biz mas'uliyatimizni tunishimiz kerak. Shunga Anfal surasininki 5-da kelgan Allah subhanahu va taolo astagfirullah Qur'oni Karim Anfal surasi degan va ati'ulloha va rasulahu in kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladina idza dhukirallohu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun degan mush Anfal surasininki 5-da kelgan oyatlarda bizga Alloh subhanahu va taolo g'alaba nusratning yo'llarini ko'rsatib, angliq, sajgur iymonga ega bo'lishni bizga jikraylik qilishimiz. Bizga buyuruydi. Shuning uchun angliq iymon degan qandaq iymon? Xuddi bir maktab mudiri, oila boshlig'i, bir muallim o'zidan yuqorqi o'ziga buyruq tushiradigan kishilar qarta bo'lgan o'zininki mas'uliyatini, o'ziga bo'lgan mas'uliyatini, xizmatiga bo'lgan mas'uliyatini, o'zining qo'li ostidagi kishilarga bo'lgan mas'uliyatini bilganlik va uningga angliq, adil, joyida kam qo'ymay muomala qilganlik bir angliq bo'lganidek biz Alloh taolo bizga g'alaba nusratning yo'llarini qilib ko'rsatib bergan mushu eng muhimi bo'lgan iymonimiz va uning talablariga angliq bo'lgan vaqtimizda biz andın Allah subhanahu va taoloning dunyo va oxirat baxtsiga erishalaymiz. Bu angliq bo'lishda bo'libmi bizning yuqori talabga bo'lgan, ya'ni Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy to'g'ri muomala qilish va shundaqla o'zimizga va o'zimizdagi iymonga to'g'ri muomala qilish, o'zimizningki atrofidagi musulmon qarindoshlarimizga to'g'ri muomala qilish, ibodatimizga to'g'ri muomala qilish va bizningki kelgusi baxtimizga sabab bo'lgan ibodatimizga va shundaqla dunyo va oxiratning baxtsiga erishadigan haq, adolat ko'rishimizga biz adil bo'lgan vaqtimizda, uningga joyida muomala qilgan vaqtimizda andin angliq iymonga ega bo'lamiz. Shunga angliq iymonga ega bo'lishninki birinchi sharti itoat. Alloh taolo shunga atiulloha va rasulahu in kuntum mu'minin deydi. Allohga va uning elchisiga Muhammad sallallohu alayhi va sallamga itoat qilinglar agar sizlar rost mu'min bo'lsanglar deydi. Qarindoshlarimiz, biz Allohni tanig'inimiz, payg'ambarni tanig'inimiz, ismini bilib qo'yganligimiz bizga yetmaydi. Balki Alloh subhanahu va taologa, Alloh buyurgan ishlarga, Alloh yo'lida itoat qilishimiz, cheklagan ishlardan yenishimiz, payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotiga, sunnatiga erishishimiz kerak. Shunga Alloh taologa itoat qilish va payg'ambarga itoat qilishni bir keltirdi. Va Rasulullohga Alloh Rasulullahga va birinchi ma'nosi Allohga va uning payg'ambariga itoat qilma deganlikdir. Ikkinchi ma'nosi uning moira, ya'ni
payg'ambarga ahli itoat qilgan bo'lamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan e'tiqodni, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan kurashni, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki haq adat yo'lida kechkudus xalqni, musulmon millatini, musulmon xalqni qutqizish, dunyoda baxtga, erkinlikka, oxiratda do'zaxdan qutqizish uchun ularga kechkunduz tatqan jafalari, kurashlari, barliq her türlük sabri, her türlük aziyetler karşı çidaşırga ülgü kılıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dek hak yolunda biz barlığımızın kurban bilişine ügengen vaktimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki sünneti sözlerge Allah'ın sözü Kur'an-ı Kerim'ge Allah'ın sözü bu Allah Teala'nın ki vehidleri amel kılgandın killa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini, sünnetlerini ayrı atmay amel kılgan vaktimizde andın Allah'a onun peygamberiye itaat kılgan bulumuz. Şuna dünya miqyasida bizning yolumuz, ilgimiz Allah'a bizni yaratgan ve o yaratgan elçi peygamberge itaat kılış. Şuna Allah Teala'nın Peygamber aleyhisselam'ına ayrı etişka, Peygamber aleyhisselam'ın sahih sünnetlerini onu amel kılıştan kaldırışka ya ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatını ülgü kılmay yaşaydıgan Müslümanlık davalı kılışka hergiz Müslümanlar bunun yüzünüşke ya ki bunda köz karaşlarını kabul kılışka kat'i Müslümanlığa nispet etken çağda bu doğmaydı hem azgınlık yapırdıgan yol. Çünkü Allah'a onun peygamberi itaat kılışını bilgi buyurdu. Şu an birincisi anlık iman diyen Allah bizge düşürgen vehiyge anlık itaat kılışıyla buyurdu. Anlık imanın ikincisinin bilen buyurdu ise İnnemel mu'minûnellezîne idâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum. Allah tılgı elinse yürekleri titrep korkup gidiyor. Vecilinin manisi mi dese? Vecilinin manisi Allah azimeti, kudreti, heybeti, kattılık bilen beni körep durdu dep Allah'tan hakiki emin geldik. Ve şundakla Allah'ın rahmetini ümit kılıp Allah Rahman, Rahim, şunca meri şefkat ilgisi bana cennetten bir alaydı dep Allah Subhanahu ve Teala'ga hakiki Allah razı bulduğun işlerini kılış, çekilgen işlerini yeniş arkalık yürükenin tigide, kalbide Allah Subhanahu ve Teala'ga hakiki muhabbet bağlaşılan Allah Teala'nın korkan yürekte Allah Teala'nın azimeti kudretini tongallıktan paç her türlü Allah'ın adetini eser kılgan siz görün. Bu hakiki Mü'minin imanının anlık boğallığının ikinci kısmı kardeşlerimiz. Mü'minin ki imanının anlık buluşka sebep bulduğun üçüncü kısmını ne dese Allah'ın ayetleri mü'min okup bilse o okup bilgen ayetleri onunla imanını ziyade kıladı. Ve özlerinin perverdigarına tevekkül kıldı. Kardeşlerimiz biz Allah bizi düşürgen Kur'an-ı Kerim bilen doğru muamele kılan vaktimizde Kur'an'ı teşhilerde koyup koyduğun asar-ı atika aylandırıp koyduğun kitap emas bizning hayatımız, aklımız, fikrimiz, emniyetimizga tatbiqlangan biz ilimlik, sapalık, medeniyetlik, hakiki biz Allah bizi düşürgen Kur'an-ı Kerim bilen hayatımızga emri Kur'an-ı Kerim'nin emri hareketga aylangan Resulullah Aleyhisselam sahabalarga o'xshash Kur'an-ı Kerim'nin emri tatbiqlangan hayatı bo'lgan hakiki canlıq Müslüman bo'lgan vaqtimizda andın bu Allah Teala bizi düşürgen Kur'an bilen anlık imanda bo'lgan bo'lamiz kardeşimiz. Anlık imanның en emniyetçelliki ne bilen bulduysa Allah'ın sözü Kur'an-ı Kerim'nin bizning hayatımızda emniyetçelliki bilen buldu. Allah bizge bir kitap düşürdü. Kur'an düşürdü. Kur'an kolumuzda var. Onun hikmetlik nurları kolumuzda var. Onu bizge doğru şöndürüp bergen Resulullah Aleyhisselam bizning aldığımızda öttü. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı sünneti bizning aldığımızda var. Ve şundakla onu bizge doğru şöndürüp bırakkan Kur'an'a uygun doğru oldumangan ustaz, ulumala, ehli ilimler. Fes'alu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Sizler birlik Allah'tan soranglar degan Kur'an-ı Kerim'nin hikmet nurlarını bizge doğru şöndürüp doğru yola başlaydıgan, yani Kur'an-ı Kerim'nin yollarını hata tevelme kılmaydıgan, Allah'ın düşmanları dinsiz kafirlarga Kur'an-ı Kerim'ni özgertip satmaydıgan, Kur'an-ı Kerim'ni itiqad, din, siyaset, ahlak, cemiyet dep kabul kıldıgan, Kur'an-ı Kerim'nin her bir sizikli harflerge özünün hayatı ve cemiyetini tatbiqlab Kur'an-ı Kerim'nin nuru bilen iş kıldıgan muşu hakiki Allah halis Müslümanlardan buluşka tirişanlık kılan vaktimizde andın anlık Müslüman bulumuz. Demek kardeşlerimiz biz dünya milletlerinden Allah bizi düşürgen kitap bilen ilimlik, sapalık, anlık Müslüman bulgan bulumuz. Yani ilimge, bilimge
Kitob degan Qur'on Alloh bizga tushirgan ilmlik degan bo'ladi. Boshqa millatlar, boshqa xalqlardan ayirgan holatda ilmga ega degan bo'ladi. Ha? Mushundaq hech qanday o'zgarmagan Allohdan tushirgan kitob Qur'oni Karim qo'limizda bor. Ilm egisi turib biz ilmga, Qur'oni Karim uning hikmat nurlariga va hozirgi zamonda insoniyat taraqqiy qilayotgan Qur'on va hadisni kuchlantirib, uni ustun qiladigan har turli Qur'oni Karimni tarixlagan, Qur'oni Karimni ustun qilishga bo'lgan kuch-quvvat bilimlarga, fan madaniyat bilimlarga ahamiyat bermaslik bizning o'zimizning dinini tushunmaganligimizdan kelib chiqqan qilishimiz. Ha? Demak, biz Alloh subhanahu va taolaning har bir Qur'oni Karimda anglagan oyatlarini, azob oyati, cennet ayeti, mir şefkat ayeti, Allah'ın kudret ayetlerini, Allah'ınki her türlü Kur'an-ı Kerim'de bizge düşürgen hüküm ayetleri, her türlü mesuliyet ayetleri, her türlü hareket ve canlılık hizmet kılış ayetleri, Allah'ın düşmanları, Allah'ınki dostları, Allah subhanahu ve taala yol koygan her bir yolda özümüzün mesuliyetini tutup düşmanlarına düşman buluş, dostluğu buluştan ibaret boğan, bulup mıhtay tecavüz, zalimliğe uğraş, hazırki zulümni bizden yurtumuzda ve çet ellerine hiç gündüz şundak yayvatkan zalim kafirler karşı özümüzdeki mezlum halkını kurtuluşta Allah çürgen barlık Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini bilip emel kılışımız, onu varaklap ötküzatmasımız, can ağrımaydıgan, özümüzdeki iktisadi, özümüzdeki ictimai ahvali xaplık tatmaydigan ayetlerini Kur'an-ı Kerim'de bunda ayetlerde ayırıp Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayet bizge bazı ruhi cihette, bazı ictimai cihette, bazı siyasi cihette, bazı dini cihette her birisi bizim toruklaydı. Bunu ayrı yutip emel kıldığın emez, her kandak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerinin her bir cephe tarafından taraflarının hemmisi de meyli ruhi, meyli siyasi, meyli ibadet, meyli ictimaiyet, meyli ahlak, meyli aile, küçükten çoğunlukça hemmisi özümüzge tatbiqlab amal qiladigan mu'minlardan bo'lishga tirishchanlik qilishimiz mana bu ongliq iymonninki eng kuchli taraflari. Shuning uchun qandoshimiz yuragimizdagi kuyib turayotgan iymon bizni Qur'oni Karimga amal qilishga apralish kerak. Ham shundaqla bizda haqiqiy Qur'oni Karim amal qiladigan mu'min bo'lgan vaqtimizda Alloh taolo bizga beradigan bishorat, Alloh Qur'oni Karimdagi innal ladina qalu rabbunalloh, haqiqatan bizning Parvardigorimiz Alloh deganlar, ondan ravus turganlar, ularga farishtalar shuduki, sizlar qo'rqmanglar, işini pişirmanglar, cennet bilan bisharatlik beringlar ki, sizlar shu cennet kirishdan va'da qilingan dedi. Qardoshlarimiz, hem mushu Allah subhanahu va taolo rizolik uchun ongliq musulmon bo'lishninki sabablardan birisi Allah subhanahu va taologa haqiqiy tavakkul qilish. Shu Allah taolo dedi: "Va ala robbihim yatavakkalun." Biz Allah bizga topshirgan mas'uliyatlarni bilgan ekanmiz. Shu mas'uliyatlarni ustimizga ilish bilan birga tavakkul qilish degan ma'nosi bizga faqat Allah ega, Allah ko'rsatgan yo'ldan minib Allohning yordamiga erishimiz, dunyodami oxiratdami biz yordamni, g'albini, kuch-quvvatni Allohdan keladi deb Allah bizga qo'ygan yo'l bo'yicha minib Allah rozi bo'lgan ishni qilamiz deb ishonishimiz. Bu san'atni qilishga qarshi emas. Qancha Allohga tavakkul qilgan odamki boshqalar o'ylamagan yeni sabablarni Allah bizga yordam beradi deb kuchli amaliyotchilik bilan qiladi. Demak, san'atni Allah yo'l qo'ygan bo'yicha mas'uliyatimizni ado qilishdan kishilar qilgandimi qattiq qilamiz, lekin shu soatni o'zib chiqarib berishga Alloh subhanahu va taologa qattiq tayangan vaqtimizda ondan eng ashaddiy dushmanlarimiz Xitoy tajovuzchi zolimlardek kofirlardanmi Alloh bizga qalbini ustidan g'alaba qilishga Alloh bizga nusrat berdi. Demak, bu yerda biz tavakkulninki ruhiy jihatda Allohga bog'lanadigan tavakkulni qilamiz. İmani jihatda Allah razı etgan farz amallarni joyida qilishdan qilamiz. İbadet jihatda Allah razı etgan har bir Allohga bog'langan barliq mas'uliyatimizni joyida qilamiz. İjtimoiy siyosiy jihatda Allohga tavakkul qilib, Allah bizning ustimizga qo'ygan siyosiy harakatlarni, ijtimoiy harakatlarni har bir Allah ustimizga qo'ygan, Allohning rizoligini qo'shtirgan barliq har qanday mas'uliyatimizni va jihodimizni joyida qilamiz. Ondan Allohning yordamishimiz. Ham şu ağırlık imanının yeni birisi namazını turguluş. Ellezine yuqimuna salat dedi Allah Teala. Namaz ne? Turguluş yerimiz özümüzden Allah attırısı bulan alakını yaxşılap namazını ruh ve onun bedenini yani onunki ameliyeti yani Allah'ın hakiki oylap durup koyduğun hareketimiz Allah'a teslim bulup seydi kıldıgan oqqan namazımız bizning ahlakımızga çıkıp bizni yamanlıqdan tutadigan yaxşılıqqa başlaydigan Allah'a her bir qitim seydi qilib namoz o'qigan masjid kirib masjiddan chiqqan Ramazonda tarovih namozlarini o'qib masjiddan chiqqanligimiz uchun bizning Allohga bo'lgan munosabatimiz kuchlanib har qanday shaytonning havasini har qanday zolim kofirlarning har qanday bir bizni
az durgan inson jinlarning ta'siri bizga ta'sir qilmaydigan jihatda iymoniy ruhga ega bo'la olamiz. Mana shundaq bo'lgan vaqtimizda mana shundaq mu'minlarga Alloh taolo ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim va magfiratun va rizqun karim. Ana ashras mu'minlar ularga shundaq ras haqiqiy o'zining qalbida iymon bor, amniyatida iymon bor, haqiqiy Alloh buyurgan ishni qilgan mu'minlarga Parvardigorning qishida darajalar bor va mag'firat bor va ulug' rizq bor dedi. Yine Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ularga qiyomat kunisi lahum ma yasha'una fiha va ladayna mazid. Ular xohlagan ne'matga erishadi va ular oxirat kunisi Allah tarafından ortiq ne'matlarga erishadi dedi. Yine Allah taolo la maqtu'atin va la mamnu'a. Ulug' berilgan ne'mat uzib qolmaydi, to'sab qolmaydi dedi. Qardoshlarimiz, demak yuqoridagi barliq iymoniy talablarni o'rindash bilan onglik musulmon bo'lishga qattiq tirishimiz kerak. Mush onglik musulmon bo'lishga eng sabab bo'ladigan omilning eng oxirgi nuqtasi Qur'oni Karimda Alloh taolo min ahli kitabi ummatun qo'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli va hum yashudun. Kitob ahlining bir millat bor. Ular kechida qiyom turib Allohning oyatlarini kechining atrofida Allohga sajda qilib turib o'qiydi. Ular Allah subhanahu va taologa va oxirat kunisi ishini ular yaxshilikni buyurib, yomonlikni to'sidi. Ular yaxshiliklarga oldiraydi. Ana ashular solihlardan deb Sura Al-Imronning 113-114 oyatida shunday. Demak, yuqoridagi jonliq iymonimizni kuchlantirishga sabab bo'ladigan, onglik iymonga sabab bo'ladigan ishlarning eng muhimlaridan birisi nima? Yaxshilikqa undaydigan bir jonliq iymon qalbimizda bo'ladigan ishning birisi. Yana eng muhimi kechilar turib tahajjud namozlari bilan mashg'ul bo'lish, Allohning azmat qudratlari oyatlarida tafakkur qilish, onglik, ya'ni o'zining Alloh oldidagi mas'uliyatini tunaydigan, o'zining xalq oldidagi mas'uliyatini tunaydigan, o'zining oilasi oldidagi mas'uliyatini tunaydigan va o'zining o'z oldidagi mas'uliyatini tunaydigan musulmonlardan bo'lish. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo dunyoda va oxiratda baxtga erishishni nasib qilsin. Va sallallohu ala Muhammadin va sahbihi ajmain. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود.